يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبيان. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Biiznillah navbatdagi arab tili darsini boshlaymiz. Bugun 29-darsning matnini va bir nechta mashqlarini ko'rib chiqamiz. Avvalo matnni o'qib tarjima qilar ekanmiz. Bu yerda mudarris va talabalar o'rtasidagi suhbat berilyapti. Mudarris aytdi: "Ahajajta ya Mas'ud? Ey Mas'ud, haj qildingmi?" Mas'ud: "La ya ustaz, yo'q, haj qilmadim. حج زملائي كلهم ولكنني ما حججت." Barcha sheriklarim haj qilishdi, ammo men haj qilmadim. Maridtu ayyamal haj fabaqitu huna bil madinatil munawwarati. Haj kunlari kasal bo'ldim. Shu sababdan mana shu yerda, ya'ni Madinai Munawvarada qoldim, deyapti. Mudarris: la tahzan. Mahzun bo'lma. Satahujju fil amil muqbil inshaalloh. Kelasi yil haj qilasan inshaalloh. Tamurru sanatu bi sur'atin. Yil juda tez o'tyapti. Ahajajta anta ya ustaz? Ey ustoz, siz haj qildingizmi? La, lam ahujja hazal am. Yo'q, bu yil men haj qilmadim. Lakinnani hajajtu qabla haza 5 marrat. Lekin bundan avval men 5 marta haj qilganman. Ana ashammu raihatan karihatan. Men noxush bir hidni sezyapman. Ama tashammuna royihatan ya ikhwan? Ey birodarlar, sizlar hidni sezmayapsizmi? At-tulab: bala nashammuha. Yo'q, biz ham uni sezyapmiz. Mudarris: min ayna hiya? U qayerdan kelyapti? Amr: azunnuha min al-hammam. O'ylaymanki, u hammomdan kelyapti. Mudarris: man allazi dafa'a as-sabburata ila al-khalf? Doskani ortga surib qo'ygan kim? Ta'ala ya Sa'id wa jurraha ila al-amam. Bu yoqqa kel ey Said va uni oldiroqqa, ya'ni surib qo'y. Jarra fe'li surmoq degani, o'sha doskani oldiroqqa surib qo'y, deyapti. Said yajurru sabburata. Said doskani surib qo'ydi. Anta jarartaha kasiron. Endi mudarris aytyapti Saidga: sen ko'p survording. Idfa'ha ila al-khalfi qalilan. Endi orqaga ozroq sur. Yakfi, kifoya qiladi. Utruk hal'an. O'sha holatida qoldir, dedi. Mas'ud: ahaza huwa al-juz'u as-sani min al-kitab ya ustaz? Ey ustoz, bu kitobning ikkinchi juzimi? Mudarris: na'am. Ha. Xuz hazihi an-nusakha wa 'uddaha. Bu nusxalarni ol va ularni sana. A'adattaha, ularni sanadingmi? Kam hiya? Nechta ekan? Mas'ud: na'am, adattuha. Ha, ularni sanadim. Hiya 45 nusxatan. Ular 45 ta nusxa ekan. Mudarris: nadrusu al-ana hadisan. Hozir hadis o'rganamiz. Aktubuhu ala as-sabburati. Uni doskaga yozaman. Sizlar uni daftaringizga yozing. Yaktub. Mudarris yozyapti. An Anas radhiyallohu anhu qol. Anas radhiyallohu anhu aytdi: "Ma masistu dibajan wala hariran alyana min kaffi Rasulillah sallallohu alayhi va sallam." Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning kaflaridan ko'ra yumshoqroq biror harir yoki dibaj matoni ushlamaganman, degan ekan. Va hadisi davomida "Wala shamimtu roihatan" va biror bir hidni hidlamadim. Qattu, hech qachon. Atyaba min roihati Rasulillahi sallallohu alayhi va sallam. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hidlaridan ko'ra yaxshiroq biror bir hid hidlamaganman, degan ekan. Davomida esa aytilyaptiki, ba'da hunayhatin. Va hunayhatun kichik bir tanaffus degani. Kichik bir tanaffusdan keyin akatabtum ya abnai, mudarris aytyapti. Yozib bo'ldinglarmi ey o'g'illarim? Tullab lamma. Talabalar yo'q hali deyishdi. Mudarris: ya Ali. Ey Ali, la tazunna annani g'afilun amma ta'mal. Zonna fil o'ylamoq, gumon qilmoq degani mudoaf fe'l hisoblanadi. Endi la tazunna desak o'ylama degan ma'no chiqadi. La tazunna annani, o'ylamaginki, annani g'ofil, meni g'ofil deb, amma ta'mal, qilayotgan ishingdan meni g'ofil deb o'ylamagin. Innaka la taktubu darsa. Sen darsni yozmayapsan. Innama taktubu risalatan. Sen xat yozib o'tiribsan. Alaysa kazalik? Shunaqa emasmi? Rudda alayya. Radda fe'li javob qaytarmoq degani. Endi rudda alayya deyapti, ya'ni menga javob ber deb aytyapti Aliga. Ali bo'lsa bala, yo'q, huva kazalik. Shunday. Ana asif ya ustaz.
Meni kechirasiz ey ustoz, lan a'uda limislihi abadan inshaalloh. Bu kabi ishni qayta takrorlamayman hech qachon deyapti. Va mana shu bilan ular o'rtasidagi suhbat tugadi. Birinchi mashqda savollarga javob berish kerak. Bu uyga vazifa bo'ladi. Ikkinchi mashqda esa mudoaf fe'llariga misol berilgan. Buni ko'rishimiz shart emas. Uchinchi mashqni esa tarjima qilib o'taman. Har bir gapda mudoaf fe'lini mozi yoki muzori shakllari berilgan. Birinchi gap: hajja axi qabla 3 a'wamin. Akam 3 yil avval haj qilgan. Va ana hajjatu hazal am. Va men bu yili haj qildim. Ikkinchi gap: huwa sabbani walakinnani ma sababtuhu. Sabba degani haqoratlamoq. U meni haqoratladi, lekin men uni haqoratlamadim deyapti. Uchinchisi: azunnuka taliban. Men seni talaba deb o'ylayapman. To'rtinchi gap: asubbu laka mazidan minash-shayi ya sayyidi. Sobba fe'li quymoq yoki to'kimoq ma'nolarini beradi. Bu yerda quymoq ma'nosida kelyapti. Mazidan esa ko'proq degani, ya'ni o'zbek tilida ham ko'proq quyib beraymi deb aytamiz, xuddi shu gap. Ey janob, choydan ko'proq quyib beraymi sizga deyapti. La va shukron dedi. Yo'q, rahmat dedi. Beshinchi gap esa lima tajurrina sawba fi turabi ya Fatima. Jarro fe'li sudramoq ma'nosini beradi. Ey Fatima, nima uchun kiyimni tuproqda sudrab yuribsan deyapti. Oltinchisi: a'adatta a'adatti hazihi riyalati ya Suad. Adda fe'li sanamoq ma'nosini beradi. Ey Suad, riyollarni, ya'ni bu riyollarni sanadingmi? Na'am, adattuha. Ha, ularni sanadim. Ular 100 riyol ekan. Yettinchi gap: lamma dakhaltul bayta shamimtu royihatan tayyibatan. Lammani bu yerda harfi jazm sifatida emas, balki qachonki degan ma'noda tarjima qilamiz. Ya'ni qachonki uyga kirganimda yoki uyga kirgan vaqtimda shamma fe'li hidlamoq degani yoki sezmoq. Shamimtu royihatan tayyibatan. Yaxshi bir hidni sezdim. Uyga kirgan vaqtimda yaxshi bir hidni sezdim. 8-chi gap: yamurrul mudiru alal fusuli kulli sabahin. Marra fe'l o'tmoq. Nimaningdir yonidan o'tish ma'nosini beradi. Bu gapda esa mudir har tongda sinflar oldidan o'tadi degan ma'noni beryapti. Darsdagi boshqa mashqlar talabaga mustaqil bajarish uchun vazifa qilib beriladi. Mana shu bilan bugungi video darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizni kuzatishda davom eting. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي